Yevropa parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini e'tirof qildi. Yevropa parlamentining a'zolari 9-iyun payshanba kuni Yevropa parlamenti joylashgan Fransiyaning Strasburg shahrida maxsus yig'in ichib, yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlarini cho'rdigan holda Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchilik qilmishlarini muzokara qildi. Yig'in oxirida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratgan qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi shakllantirganligi haqidagi qaror ko'p sonli ovoz bilan ma'qullandi. Parlament a'zolari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va a'zo davlatlarni buning qarshi harakatga o'tishga chaqirdi. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq raisi Abdujalil Qarqash bu vaqtda bayonot e'lon qilib, o'zining Yevropa parlamentining qarorini qarshi olganligini bildirdi va "Men buningga ajr singdirgan barliq kishilarga rahmat aytaman" dedi. Qarqash 27-a'zosi bo'lgan Yevropa parlamentining bu qarorining muhojiratlik Sharq Turkistonliklarning va tashkilotlarning untinsiz tirishchanligining natijasi ekanligini ta'kidlab mundoq dedi: "Adolat hamon bir kun namoyon bo'ladi. Butun dunyo Xitoyning irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlaridan hisob berdi." İran yadro programmasini nazorat qilish uchun o'rnatilgan kameralarni ilib o'tdi. Xalqaro atom energiyasi organining raisi Rafael Mariano Grossi tungun kechda Iranning yadro planini nazorat qilish uchun Tehron va Isfahan qatorliq shaharlardagi yadro asliyalariga o'rinlashtirilgan uskunalar haqida ularga ma'lumot berilganligini bayon qildi. Grossi Tehron hukumatining yadro planini nazorat qilish uchun asliyalarga qo'yilgan 27 kamerani ilib o'tishga boshlaganligini e'lon qildi. Turkmeniston Kaspiy dengizining suyini Oqshabodga to'shishga tayyorlik qilmoqda. Turkmeniston prezidenti Sardar Berdimon Xodimov Kaspiy dengizidan poytaxt Ashxobodga to'shiladigan tatliq suv ishlab chiqarish to'g'risida yo'l yo'riq berdi. Ursula von der Leyen biz Ukrainani qayta qurib chiqamiz. Yevropa komitetining raisi Ursula von der Leyen Ukrainani qayta qurib chiqadiganligini va cho'qim shunday qilish kerakligini aytdi. Biz Turkiya va Armeniyaning normallashish musofasini qarshi olamiz. Armeniyaning poytaxti Erevonni ziyorat qilgan Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov va Armeniya tashqi ishlar ministri Ararat Mirzoyan ko'rishgandan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Lavrov Turkiya bilan Armeniya o'rtasidagi munosabatning normallashishini qarshi olganligini bildirdi. Xitoyda kelkin 286 ming odam tarqoqlashtirildi. Xitoyning janubidagi Xunan o'lkasida fasl xarakterlik yomg'ir nurg'un kelkun ofatini keltirib chiqardi. Ülke miqyosida oy beshidan buyon 286 ming odam uylaridan ayrilishga majbur bo'ldi. Eng yangi xabarlarga qaraganda, qattiq yomg'ir sababidan 10 odam hayotidan ayrildi. 3 odam yo'qolib ketdi.